O'zbek tilining izohli lug'ati. Hozirgi o'zbek adabiy tilida keng iste'molda bo'lgan 80 mingga yaqin so'z va so'z birikmalarini qamrab olgan muhim ilmiy, amaliy manbadir. Lug'atda fan, texnika, san'at va madaniyat sohalariga oid terminlar, turli shevalarda qo'llanadigan so'zlar, shuningdek, ayrim tarixiy va eskirgan atamalar ham o'z aksini topgan. Undagi so'zlarning amaliy qo'llanishi 20-asr o'zbek adabiyoti va matbuotidan olingan namunalar orqali ishonchli dalillangan. Bu esa lug'atni nafaqat so'z ma'nosini bilish, balki uning nutqda qanday va qaysi vaziyatlarda qo'llanishini tushunish uchun ham qimmatli manbaga aylantiradi. O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbek tilshunosligi va turkishunoslik bo'yicha mutaxassislar, tarjimonlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchi va talabalari, shuningdek, o'zbek tiliga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasi uchun mo'ljallangan. Agar siz o'zbek tilining boyligini chuqurroq anglash, so'zlarning ma'nosi va qo'llanishini to'g'ri tushunishni istasangiz, bu lug'at siz uchun bebaho hamrohdir.